Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Bugun biz darvozalarni bog'iga yetib kelganmiz. Bu yerda har xil fasonlarda, har xil ranglarda darvozalar bor ekan. Eng arzoni 500 ming so'mdan 1 kvadrat metri boshlanar ekan. Manzillarimiz Namangan shahar Shamshiboy Pramzonadan bo'lyapti do'stlar. Undan tashqari akalarimiz bu yerda xayr ehsonni ham yo'lga qo'yibdi. Albatta videoni oxirigacha ko'radigan bo'lsalaring, hozir video davomida aytib o'tamiz buni ham. Videoga bittadan like bosib, tanishlarga jo'natib, gruppalarga tarqatib qo'ysalaring kimgadir manfaatli bo'ladi. Biz esa akamizdan to'liq ma'lumot olamiz. Assalomu alaykum aka. Salomatmisiz? Charchamayapsizmi? Charchamayapsizlarmi? Yaxshimisizlar? Xudo xolasa sekin ma'lumotini berib o'tamiz. Bu yerda hozir necha xil darvozamiz bor aka? 10 xil darvoza bor. 10 xil darvoza bor. Dastavkalar butun O'zbekiston bo'ylab, xudo xolasa aka. O'zbekiston bo'ylab. O'zbekiston bo'ylab. Xo'p, bu darvozamiz qanaqasidan aka endi? Bu darvozamiz shtampovka darvoza. Aha. Ikkita yoni tagi shivellarda bo'lgan, lislari 08 da bo'lgan. 08 list. Orqolda devu kraskada bo'lgan. Именно shu darvozamizni silan pasportlaringizga 6 million so'mga qilib beramiz. 6 million so'm. Mana shu turishi. Shu turishini o'rnatib beramiz. Gap yo'q. Mana ruchkalari ham o'ta baquvvatdan ekan aka, chiroylisidan qo'yilibdi. Agar bizning nomimizdan chiqadigan bo'lsa 6 million. Sizning nomingizdan chiqsa. Agar zakazga bo'ladigan bo'lsa, zakazga bo'ladigan bo'lsa, misol uchun eng arzon darvoza 600 ming so'mdan boshlanadi, 500 ming so'mdan boshlanadi. 500 mingdan? Yo'q, ketaveradi. 750 ming so'mgacha qilib beramiz. Bunimizni razmeri nechiga necha aka? Buniki 3,5 ga 3,5. 3,5 ga 3,5. Shunaqa. Gap yo'q. Ichkariga ochiladi. Tepalariga lazer gullari bilan chizilibdi aka. Naqshlarini ham juda ajoyib qilib qo'yibsizlar. Gap yo'q. Havo aylanishligiga. Keyingisi qanaqa fason aka? Bu fasonimiz high-tech fason. High-tech, xo'p. Bu darvozamizni kvadrat narxini 600 ming so'mdan qilib beramiz. Bunimizni kvadrat metr 600 ming so'mdan. Materiallari qanaqa? Buniki 1.3 da bo'lgan. Listi qalin xolos, qolgan hamma joylari o'zi yupqadadi. Shvillar, taglari? Tagi shvillarda bo'lgan. Chekkalari profilli variantda. Chekkalari profilda bo'lgan, orqa oldi kraska. Kraskalariga garantiya bormi aka? 750 ming so'mdan qilib beramiz. 650 mingdan, 600 mingdan 750 minggacha. Kraskalari aka, xudo xolasa 1 yil davomida bir nima bo'lsa, zang chiqarib, punu bo'lib xiralashib ketsa, biz besplatni borib bo'yab beramiz. Endi har xil vaziyatlar bo'ladi. Haligi nima deydi? Bunga tegmasangiz o'zidan o'zi tushib ketmaydi-da bu. Shunaqa. Aslan uy egalari, misol uchun tepasi yopiq joyda tursa, bu darvoza juda ko'p xizmat qiladi. Ko'p yillar xizmat qilib beradi. Ming zo'r kraska sepsangiz ham, usti ochiq joyda turadigan bo'lsa, bu kraskalari обязательно ketib qoladi. To'g'ri. Namgarchilik, quruvgarchilik. Lekin shunda ham 1 yilda xunuk bo'lib ketadigan narsa ish qilinmaydi. Yaxshi narsalar. Buni ham oralariga shu lazerlardan chiroyli qilib gullarni qilib beribsizlar, ha? Tepalari ham juda ham boshqacha fasonlarda chiqibdi. Razmerini aytdikmi aka buni? Xo'p, buni razmeri aka 3,5 ga 3,15 da bo'lgan. 3,5 ga 3,15 da. 3,15. Xo'p, mana shu turishini necha pul qilib beramiz buni? Bu turishi shu 6 million 200 ming shunaqa chiqsa kerak. Ha, kvadratiga aytib o'tdik, Kvadratiga aytsak yaxshi, biz kvadratga aytib o'tamiz. Bo'lmasam, agar mana shu razmer tushadigan bo'lsa, olib ketishaveradi. Olib ketishaveradi. Bo'lmasam, agar misol uchun vohalardan chiqadigan bo'lsa aka, mashina gaplashib berib ham chiqaraverasizlar. Unaqa xizmatlar ham bor. Endi hali u tomonlarda mashina qanaqa topaman, qiynalaman deganlar obunachilar ham bo'ladi-da. Mashinalar bor, serob. Mashina bor. Ha, mashina bor. Biz kelishgan holatda ish bitirib beramiz. Bitirib beriladi. Xo'p. Keyingisi aka? Bu darvozamiz shtampovka darvoza, gibrid. Bu darvozalarimizni narxini o'sha 750 ming so'mdan qilib beramiz. 1 kvadrat metr 750 ming. Razmeri nechiga necha aka bu? Razmeri aka 3,5 ga 3,60 da bo'lgan. Aha. Tepalaridan lazerlar bilan o'yib, havo aylanadigan joylarni qo'yamiz. Bu ham boshqacha chiroyli fasonda chiqdi aka. Taglari profilmi? Tagi shivellar, ikkita yoni profilda. Ikkita yoni profil. Stenkalari listlari qalin bo'lgan aka, xudo xolasa. Nержавейкаlar yopishgan. Shunaqa. Nержавейкали variant. Orqa oldi devu kraskada bo'lgan. Bu ham devu kraska. Pastda hammasi devu kraska, mashina kraska. Orqa oldi hammasi kraska. Oldiga devu sep, orqasiga prostor kraska sep qo'yilgan emas. Lisini qalinligi necha dedik? Lisini qalinligi 1.3 da bo'lgan. 1.3. Mana profillari kichik. Hop, bu profillar aka 1.2, 1.5 klientlarni xohishiga qarab qo'yib beradi. Zakazga qarab qilib beradi. Zakazga qarab. Biz ko'proq qalinroq qilib berish maqsadida bo'lamiz. Bu darvoza ko'p yil xizmat qilsin. Bu narsani 2 yil, 3 yilda almashtiraveradigan narsa emas. Qo'yganda kami 15 yil tursin.
arzon darvoza bo'lsa ham. Ha, to'g'ri. Misol uchun-da. Endi bu darvozani qo'ygandan keyin aka nima deydi? Bunga kelib moshina urmaydi, boshqa narsa bo'lmaydi. Tepasi yopiq bo'lsa, bu 15 yil emas, aka 30 yil ham xizmat qilib beradi. Shunaqa aka. Xo'p, keyingisiga o'tadigan bo'lsak, bu boshqacha fasonda ekan. Bu darvozamiz Dubay fason. Dubay fason Ha, deyiladi. 1.3 ta bo'lgan. Xo'p. Taglari shivellar, Aha. yo'llar profilda bo'lgan, profillar ham yaxshi qalin materialda bo'lgan. Aka orqalarida u kraska, shtampovka. Bularimiz kvadrat narxini 750 ming so'mdan qilib beramiz. Kvadrat metri 750 ming so'm. Xo'p. 370 ga 350 shunaqa razmer. 370 ga 350. Xo'p. Agar misol uchun zakazga bo'ladigan bo'lsa, uni katta kichigiga qarab yasab beraverasiz. Ha, katta kichikga joylari qarab yasab beramiz. Agar sizlarga razmeri tushadigan bo'lsa, do'stlar, akalarimizga bitta telefon qilasizlar, jo'natib ham beraveradi, xohlasalaring kelib tanlab yurib olib ketsalaring bo'ladi. Bu yerda har xil variantlarda Viber juda ham ko'p bo'lar ekan. Xo'p, keyingisiga o'tamiz aka. Bu darvozamiz high-tech fason. High-tech, xo'p. Hop. Yonidagi ham high-tech. Ikkalasi bir xil ekan aka. Bir xil. Faqat ozgina gullari boshqacha. Farqi materialda farqi bor. Bularimiz 600 ming so'm bo'lsa, u 750 ming so'mda. Bunga nerjavika o'rtasiga foydalanamiz. Listlari yupqa buni. Bu darvozamiz listlari qalin, nerjavikalar bo'lgan, teglari shveller, yollari shveller. Yoni ham, tegi ham shveller bo'ladi. Kraskalari devol. Kraskalari devol. Xo'p, razmeri nechigina? 600 ming so'm kvadrat chiqsa, bu 750 ming so'm. Razmeri hop 3 ga 3,5 da bo'lgan bunisi. Yonidagisi ham o'sha ikkalasi bir xil razmerda. Bir xil razmer. Ey gap yo'q. Juda ham mana shu ham chiroyli ekan aka. Hasan Husaynga o'xshaydi. Ya'ni agar misol uchun aka-uka uy qurib turgan bo'lsalaring, ikkitaga agar ikkita oladigan bo'lsa, arzonroq qilib beriladi. Ha, yo'l qo'yib beramiz. Qo'yib beriladi. Ey gap yo'q. Bundan keyingisi qanaqa fason aka? Xo'p. Bu darvozamiz radiator fason deydi. Radiator fason. Ha, radiator fason. Mana bu joylari radiatorga o'xshagan hisob. Toshkent shahrida va qalinligi qanaqa aka? Bularni ham o'sha 650 ming so'mdan 600 ming so'mdan 750 ming so'mgacha qilib beramiz. Bularning listi hozirgi holati yupqa 3,5 ga 3. 3,5 ga 3. 3,5 ga 3. Razmerlarini aytdik. Narxi necha pul chiqyapti dedik? Buniki 600 ming so'm. 600 ming so'mdan kvadrat. Mana bu boshqacha vazon ekan. Kraskasi ham bir boshqacha ekan. Eshaklari ham bir ajoyib ekan. Bu setka fason deydi buni. Bu ham o'sha zakazga. Bularimizni kvadrati o'sha 600 ming so'mdan shunaqa. 600 ming so'm. Listrari qalin, orqa oldi dev kraska bo'lgan. Razmeri necha aka? Razmeri 3,5 ga 3,5. 3,5 ga 3,5. Mana bu joylarga nerjavika ishlabsizlar aka. Lazer fasonlarda mana bu juda ko'zga tashlanadigan bir ajoyib rang и fasonlari ham bir ajoyib ekan. Shunaqa. Keyingisiga o'tadigan bo'lsak, o'sha boylarnikiga yetib kelyapmiz. O'sha bu tomon shu 500 mingdan 600 minggacha varianti. Bu yog'i qanaqa endi bu? Bu yog'i hali arzon. Pashta sizda 70% arzon darvozalar. Shunaqa. Ya'ni haligi hamyon bor. Hamyon. Gap yo'q. Bunimiz qanaqa fason ekan? Bu darvozamiz high-tech скромный fason. Xo'p. Listovoy 1.8 lista bo'lgan. Sumkali, orqalari tekis holatda chiqqan. Ikkita yon tagi shveller 12 talikda bo'lgan, rossiyskiy. Profillari qalinda bo'lgan. Zamoklari yaxshi zamok, kraskalari toza banishli kraskada bo'lgan. Bularimizni kvadrat narxini aka 1,8 minggacha qilib berilgan. Holatga qarab 1,250 ming so'mligini ham chiqarib beramiz. Lekin baribir materiallarni yaxshisini ishlatib qilishlikni tavsiya qilaman. Gap yo'q aka. Tepalari ham juda ham skromli gullar bilan qilib, ranglari ham ko'zga tashlanadigan ajoyib dizaynda qilibsizlar aka. Shunaqa. Gap yo'q. Bular ham zakaz. Bular ham zakaz. Zakazga ham yasab berilaveradi. Xo'p, bunimiz qanaqa fason ekan? Bu o'sha скромный fasonimiz. Listlari 1.8 da bo'lgan. Bu ham shumka ekan aka. Ha, shumkada bo'lgan. Shumkali, polni. Shumkada bo'lgan. Orqalari tekis list yopilgan. Ikkita yoni 8 ga 12 profilda bo'lgan. Tagi 12 talik shveller. Zamoklar yaxshi zamok, banishli kraskada sepilgan, gruntovkalar sepilgan. Bularimiz narxi o'sha 1,4 ming so'mlik varianti. Bular 1,250 ming so'mlik variantlari ham bor. Nisbatan bularimiz yaxshiroq. Telefon qiladigan bo'lsa, o'sha rasm kataloglarni tashlab berilaveradi. Telefon qilishadigan bo'lsa, rasmlarni tashlab beramiz. Joylarga borib o'lchab, joylarga qarab narx-navolarni chiqarib beramiz. Agar bu darvozadan
kattalashadigan bo'lsa, materiallarni ham baquvvatroq qilishni tavsiya qilamiz klientlarimizga. Katta bo'lsa, baquvvatroq Ha. bo'lishi yaxshiroq. Agar misol uchun baquvvatroq bo'lgani yaxshi. Samarqand yoki bo'lmasam Surxondaryolardan chiqadigan bo'lsa, razmerini o'lchab aytib yuboradigan bo'lsa, unga ham yasab berilaveradi. Uni ham yasab beraveramiz. Точный o'lchab beradigan bo'lsa, Ha. chiroyli qilib yasab, arzon mashinalardan gaplashib chiqarib yuborilaveradi. Shunaqa qilib. To'lovlar qanaqa bo'ladi aka? To'lovlar aka zakolat olamiz. Aha. Zakolat ko'ngillar chiqarib berishadi. boshlashga? Ish boshlashga. Darvozamizni yasab bitirib bo'lganimizdan keyin olib borib o'rnatib beramiz. Keyin qolgan pulini darvoza yoqsa pulini berishadi. Darvoza o'rnatib berilgandan keyin olinadi. Ana bu fason ham o'zgacha fason ekan aka. Bu fasonimiz o'sha high-tech skromniy fason bu ham. Aha. 1.8 list Bu ham bo'lgan. shumka ekan aka. Ha, bu ham shumka. Gap. 12 li shiveller, ikkita yoni, 10 li shiveller, ikkita yoni kayza shiveller bo'lgan. Orqa oldilari kraska toza, Aha. banishlikda. Bularimizni 1 million 100 ming so'mdan boshlab 1 million 800 ming so'mgacha ham qilib beramiz. 1 million Shumkali bo'lgan. Gap yo'q. Videoni boshida aka ehson dedik, bitta darvozani ehson qilamiz dedik. Xudo xolasa niyat qilganmiz. Biz internetga уже birinchi marta chiqib turibmiz. Shu paytgacha chiqilmagan. Xudo xolasa bundan bag'iga ko'proq chiqish maqsadidamiz. Bizni ko'pchilik tanison, podpiska bo'lsin, like bo'lsin. Shunda qo'limiz uzayadi, imkonimiz ko'payadi. Kim yaqin qiynalgan odamlar bo'lsa, shularni razmerini, nomerini qilib yozib tashlab qo'ysa, biz ularning ichidan tanlab olamizda. Keyin bitta darvozani olib borib besplatniy holatda o'rnatib beramiz. 1 so'm pul olmagan holatda. Gap yo'q. Shunday O'zbekistonning qaysi viloyatidan bo'lsa ham, Xudo xolasa O'zbekiston qaysi viloyat? kommentariyaga yozib ketadigan bo'lsa, agar mana shu videomiz 20 ming prosmotr bo'ladigan bo'lsa, to'g'rimi? Ha, 20 ming prosmotr. 20 ming prosmotr bo'lib, kommentariyaga o'sha qiynalgan oilalarni belgilab ketadigan bo'lsa, o'shani ichidan tanlab olinadi. Shunaqa. Gap. 20 ming prosmotr ham nima uchun? Kitobi ko'pchilik ko'rsin, tanisin, bilsin. Shunda bizni ham imkonimiz kengayar ekanda, qo'limiz uzunroq bo'ladi. Ana o'shanda biz ham bemalolda olib borib o'rnatib beramiz. Xudo xolasa niyatlarimiz bor. Inshaalloh borib bitta piyola suv ham ichmasdan olib borib o'rnatib beramiz. Kitobi uy egalarini rasxod qildirmasdan. Inshaalloh. Gap yo'q. Aka, boshlagan ishlaringda, xayr-ehsonlaringda Alloh muborak qilsin aka, ishlaringga rivoj bersin. Akalarimizni mehnatiga bittadan like bosinglar do'stlar. Xo'p, videoni maksimal tarqatinglar. Kommentariyaga qiynalgan oilalar yozib ketsalaring, kommentariyadan akalarimiz belgilab, xudo xolasa olib borib, o'sha bitta qiynalgan oilaga bitta darvozani ehson qilar ekan do'stlar. Hamma ham bunaqa ish qilavermaydi do'stlar. Albatta men akalarimizning mehnatiga like bosinglar. Aka, bu ishda necha yildan beri ishlaysiz? Bu darvoza sohasiga 16 yil bo'ldi kirib kelgan. Akalarimiz 16 yildan beri darvoza qilar ekan, lekin internet ijtimoiy tarmog'iga mana endi chiqishni boshlabdi. Do'stlar, videomiz yoqqan bo'lsa, maksimal tarqatib like bosib qo'yasizlar. Like bosgan qo'llaring muborak kabatulloh tushlasin. Sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar.